ishi bilan tugab qolgan, ajiotajli sotilgan mana shu leopard printli troykalarimizdan go'zallarim, krasavitsalarim sizlar uchun yana повторный olib kelib qo'ydik. Troykalarimizni sizlar uchun ikki xil variant olib kelib qo'yganman. Kilotli hamda yubkali. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, yubkali variantini ham kiyib beraman. Matosi italyanskiy ipak qizlarjo'la hozirgi havoga maza qilib kiyib yursanglar bo'ladi. Buni ham tepa qismi shunaqangi kengina, yenglar reglan qilib ishlangan, ustilarida polniy Swarovski toshlar bor. Yuvsanglar toshlari umuman to'kilib ketmaydi. Qomatinglarni shunaqangi chiroyli qilib qo'yadi qizlarjo'la. Kilotlari esa kengina, komplektida kapishonkalari hamda shunaqa chiroyli bo'lgan dagestanskiy ro'mollari ham bor. Shimli variantini xo'jayinim qo'ymaydilar desanglar, qizlarjo'la xavotir olmanglar, sizlar uchun shunaqa shokolad bo'lgan yubkali variantidan ham olib kelib qo'yganman. Qizlarjo'la buni komplektida remeni bor, xohlasanglar taqib, xohlasanglar taqmasdan kiysanglar ham eningizda вообще idealniy turadi. Ko'rib turganingizdek, qizlarjo'la troykalarimizning rasvetkalari juda ham ko'p. Bemalol o'zingizga mosini kelib, kiyib ko'rib, xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. Razmerlarni aytaman 48 dan 60 gacha qizlarjo'la, pompaloq qizlarjo'la ham bemalol do'konimizga kelib uyalmasdan kiyib ko'rib, o'zingizga chiroyli qilib shunaqa luklarni podbirать qilib olib ketsanglar bo'ladi. Razmerlarini aytdim, narxlarini ham aytaman. Sizlar uchun atiga 350 mingdan chiqarganmiz qizlarjo'la. Dastavkalarimiz 12 ta viloyatga ishlayapti. Bemalol Ira Fashion Optim do'konimizga kelib, menga o'xshab kiyib ko'rib, xarid qilib olib ketsanglar ham bo'ladi.